Ko'pchilik yaxshimisizlar? Hozir anglayotganinglar Şinjan Tomir cho'qi madaniyat tarqitish shirkati sizlarga naq maydon oltayotgan programma qonun atrofimizda. Men riyosatchi do'stinglar Dilshod. Bugun men sizlarga bir hikoya so'zlab bermoqchi. Nurg'un odamlar zahar degan bu so'zni anglaganida nihoyat sezgilishib ketadi. Bugungi programmamizda men ko'pchilikka zaharga munosabatli bo'lgan bir hikoyani so'zlab bermoqchi. Hikoyamizdagi bosh qahramon Mardon, 22 yosh. Bu yosh yigit qandoq bo'lib zahar chekish, bo'lonchilik qilish qatorli xato yo'lga kirib qoladi. Albatta uning baxtli oilasi bo'lgan. O'qishini shundoq yaxshi o'qigan. Lekin uning bunda qonunsiz yo'lga tezlik kirib qilishida ota-onasining ajrashib ketishi, dadasining pul topaman deb Mardonga ko'ngil bo'lib bulanmasligi alohida sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. So'zlamoqchi bo'lgan bu hikoyamizning har bir ota-ona bo'g'ichiga va yoshlarimizga turtkilik roli bo'lishini ham tarbiyaviy ahamiyati bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Xo'sh, undaqda bugungi programmamizda men Mardonning hikoyasini birdan sizlarga bayon qilib beray. Mardon zahar tashlash o'rnidan chiqqandan keyin qattiq pushaymon qildi. Ham o'tgan ishlarni bir-birlab eslashga boshladi. Sen? Abang tamak ettin mi ya Aida? Sırtta yatırılan ya katacağım var. Ben de 3 gün balı sırtı tamak yalat kılayım. Kimde sırtı çık tamak yemem ben? Yani bir ay tamak etmem sen? Vay neminde tol gap kılsa kilişe hazır ya öğlen karnı yok. Mane? Ben öğlen karnım olmadı mı? Ben hemen senin karnım olmadı hazır. Ya bana ügünsüz karım olmasa ya ügünsüzler öyle. Ben sırtı oynayıp istemem mi? Ya kaç çocuk pul tepatımam ben cepat atı. Ay boldu gap kılmana yarım ablasa baş kutnalar boldu. Mane? Ya sen acışmaksın mı? Acışma. He? Yemde tekken mi var? Acışma aldık ya. Ya durakta sen sen kutulma değil mi baba? Merda oğlum. Merda. Falan. Ben de oldu ateşip gittim. Ama biz uzak durup görüşmez. Çünkü çok korkutma. Okuşmaz yaş yok mu? Ne yapalım? Dadamızdan kalırsız falan. Tamam ki dadamız ikili yaşlı olan ha.
Ne? Bu savol uchun shaqlab va beğenmiş. Sekler tiştikmi? Başını saqlab qalmışmamsiz. Chiqamasham. To'sni yemay qoldim-ku. Ben tuluqsiz savolishingiz merdan bilma. Men tunimidingizmi? Voya, merdan sizmi to'g'ri silmatni rosa kechiring. Chiqamashingga mabruq bey. Ha, maqlab. Merdan uzun bo'pti ko'rishmagani, sizni ko'rib shunday xush bo'ldim. Barg'ancha nimada kelishga bo'lib ketdi. Men bir şey shekla. Siz tuluqsizni bitirib o'qimadingiz. Siz ketgandan keyin men sizni ko'rib boqmabdiman. Hozircha turmushingiz yaxshi ketib qolganda nima ishlarni qilyapsiz? To'liqsizni bitirgandan keyin o'zimni izlashga tutilgandim. Hozir o'zimni izlashni qilyapman. O'm bo'pti. Bo'm yaxshi kesib. Qizlar intay mushkuldi. Merdan esingizdami, biz o'qiyotgan vaqtlarda boshqalarni bo'zab qilsa, siz meni qo'g'dayman deb davomli boshqalarga urushib qoladingiz. Shu chog'lar shunchalik go'zal ham tabiiy vaqtlardi ya. Albatta esimda. Ara hozircha Merdan nima qilyapsiz? Men shu oliy maktabgacha o'qidim. Kechiring ha. Voy Gulyar. Ha, adash hozir meyotman. Shu moshin kelib qolmaysan, uzoq bo'lib qoldik. Ha, pulda adash bag'an ko'rishaylik. Merdan kechdi boshqa ishongiz yo'qmi? Yo'q, boshqa muhim ish yo'q. Shu o'yim olgan. Unaqa bo'lsa kechdi bir do'stim bilan ko'ngil aytib kelmoqchi bilib kelamdik. Qanday bo'lacaklar? Ya bo'lmasa boshqa kuni o'tiramiz. Merdan biz ko'rishimizga uzoq vaqtlar o'tib ketdi. Bugun bir taz mo'lishib bir yerda o'tirib kelamizmi desam, meni yaratmaganda qilib qotamsiz. Undoq emas. Bo'pti. Nega bormiz? Do'stim Parishda ko'ngil aytish klubida bizni saqlayapti, shay berib kelaylik. Ma'qul. Merdan, nima Şeklamen özel olarak çıkıp falan biraz pivçeyim. Adaş nima naqma, to'mora qisbaq bo'lgan deydi-ku. Senga degandan keyin ishda, biroz kirib chiqqan ishda bo'lmaydi. Nima chiqirdi? Merdan nima qilsiz? Men ko'zgimay yotamsiz. Men qiz bo'ldirib sizga ara qo'shib qarab tutyapman. Elimga nozlanmay qiz oldik. Gözümü bana kalmaz. Elimga Merdan. Her esmerden hazır nişpatsız. Azı çıpika. Adem'i tepki Türkiye'ye etken. Dadam ne şirketim ki yapma yerden yaşlıyordu. Bırak ben ticaretçilere katlı boşum yok. Şu an devamlı yukarıda bakıp gideyim. Merdan siz Ali mektebini bitirip devamlı yukarıda bakmakçıma. Ben qaram Merdan. Ben tuluqsizini bitirip okumadım. Hazır özünüzden güldek bir yapatım ben. Kitap altına özgün bu adaş bu. Hayta yerga qanday qilamiz? Telefon saqlab turgan. Kelmaysiz o. Raqamsam ya? Va sen nerede? Bo'ldi, men ko'rgan joyda. Biz yerda o'tirishgandik. Bo'ladi. 10 minut var. Bo'ldi. Keyin ko'rishaylik. Qayerdan kelaman garish? Ha, aytilgan bo'ldi, hozir keldim. Jab yaxshi bo'ldi, ichim chiqmay qolgan o'tagandim. Ateşi kelaylik, ko'rsatib beradiz. Allah da son taraf beri.
Neden? Ulan siz biraz attığımsız. Yok bo'lmaydi. Çekilen işlem olmaydı bırak etimlikka. Bu sizlar chiqib olmayacak. Nereden çekilen işlem olmaydı? Bo'lmaydi. Asal chiqib bakmaymiz. Buldan size. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım. Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem. Aşk bu kızın ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem. Acılarım evet, ne güneş açar aheste, bir kapalı kafes. Tamam mı Bayka? Gel gel. Kayıklam kim kaptı ballarınıza birer içki şokuraydı. Neden? Yalan çıkıyor, işin olmaydı birer kapı çekeyim. Çıkıp yapmayın. Aman ben hızlı çektim. Nereden? Bunu tatlılaştın mı baydı? Aman parası çektim. Şimdi oraya çıkar. Nereden? Bunu tatlılaştın mı? Nereye kayıkka? Al neymiş kılan beni ben, neymiş kılı bir yerde. Neyim adamın işini sıkıdı? O benim dostum, tek görüşünü uzak olgan. Bir yandan uçuşup kaçın bilip gelgensin. İnsanın çok tutuşuyor. Ben bayağı günde adamı çakağıcıyım. Oldu hakka. Evet doktor. Bunu ailesi bay mı? Şundak hakka. Tadı şirket açıldı, ailesi kılı bay onun. Onda hadi yaş. Biz bu fırsatın çağ tutuşumuz gerek. Bunda alıcıdan çağ tutuş. Koltuk vermesimiz lazım. Oldu hakka. Biz yaş gün geçirimizdeydік emez. Bundakların ondan paylaşımız gerek. İşte bunu şimdi kesin et. Oldu hakka. Setelah itu, semua sepatu dan katanya. Ini cerita apa?
Yıkılmaz tutar bu koy. Dada. Neredesin? Keçide yıkılmadın ko. Akşam burada sümez kılıp kalgan. Ağzını açıp koydunuz. Öyleyse tutlarım. Ben ertesi zavodga bol boyut qilib xonchiga boraman. Kechda bir yer ketman. Deydigan gap bor. Sekla. Kurbanlar neden? Siz beğenmiş kılsınız. Siz oğalatırıp nemi hıcalısınız. Akşam kışlaysınız yok mu? Akşamdan bakmayın ben sen olmayın zorlamış şeytan akki alamaz. Gönlünüzde yetisizler bile keldi. Köp işler oyulman boldu. Ben ayın azırak işlerim var. İşlerimi kabul edip kalanı keşlerden alaklaşandık. Olmadansa kalan gepni keşlerden işleyin. Ben nima ish qilib qo'ydim? Bu sheklar kichik vaqtimdagi sabiy oq ko'ngil sheklar faqat o'xshaydi. U bak o'zgaribdi. Yaxshimi adash? Yaxshi adash. Nima qilsa? Ne yapmasını saklavat qiling. Mening bu bektiz keyin batdi adash, lekin tayirkam bag'u shu kep bulanmay adashni saqlab kechib qoldim. Adash, yaqinlashib qoldim. Aldım adash, lekin bani istirib oldi. Necha so'rabdi adash? Qog'oz qo'shibdi adash. Ya, nima uchun esib so'rab ketdi ular? Meni mustaqilman shular yuriyapmiz adash. Adash endi tanishtirmasam bo'ldi, ishimiz bitdi. Qanday deysa? Qaysi kim kelib merdan bag'u, ishlandasi, shirkatning katta xo'jayinligina pul bek ko'p buning. Qaysi kim bir chektirib qo'ygan pul bu gemga ta'sir bo'ldi o'g'ay adash. Ben kesin chaqirayli, yana bir chektirayli adash. Xumalib qas, bizning ishimizda ham yaxshi bo'ldi. Bek yaqinliqchimisan adash. Ashtaqlayli kesh chaqirayli. Birinchi qism hikoyamizning mushu yeri kelganda sizlarga eskartib qo'yishga tegishli bo'lgan muhim halqa Mardonni boshqalar nemishqa qonunsiz yo'lga boshlaydi. Albatta bu hammamizga ayon. Filmdagi Toyirga o'xshash kishilar pul uchun boshqalarni qaslaydi ham o'g'riga ittiradi. Shunga bosgan har bir qadaminglarni to'g'ri tanlashinglarni umid qilaman. Bo'ladi, undaqda bugungi qonun atrofimizda nomli hikoyamizning birinchi qismini mushu yerda oxirlashtiray. Mardonning hikoyasi qiziqsangiz, nazaringiz davomliq Tomorchoqqa salonni bo'lsin.